Baribir o'zbek xalqimiz juda ham sodda-da. Issiq tushishi bilan SPF'lar qidirishni boshlashadi. Lekin bir o'ylab ko'ringlar, kuz va qish fasllarida bizning yuzimizga quyosh nuri tushmaydimi? Juda ham soddasizlar-da. 4 fasl muntazam SPFdan foydalanish kerak. Nima uchun deysizmi? Quyosh nuridan yuzimizda himoya qilmasak, yuzimizga dog'lar, pigmentatsiyalar tushishni boshlaydi. Sepkillari bor insonlarning sepkillari yanada to'qarib ketadi. Yuzingizni uhud qilib olasizlar va albatta SPF surishni unutmanglar. Hozir sizlar bilan shunaqangi zo'r bo'lgan SPF obzor qilib ko'ramiz. Bu oddiy krem emas, ham ichiga kollagen kirgan, ham 50+ SPF kirgan. Sizlarning yuzinglarni quyosh nuridan 100% saqlab beradi va yuzinglar tarang bo'lib, chiroyli bo'lib yaltirab qolishiga yordam beradi. Oddiy uhud qilingan yuzga biz buni suramiz. Hech qanaqa BB krem, tonalkalar qo'shimchasiga shart emas. Ko'ramizlarmiz. Bu oddiy SPF emas, ichiga kollagen kirgani sababli bizning yuzimizga ajinlar tushishini oldini oladi va 50+ bo'lgani uchun 100% sizlarning yuzinglarni quyosh nurlaridan saqlab beradi. Bu degani yuzinglarga umuman dog' tushmaydi. Mana buni qaranglar. Ham yuzimiz yaltiroq bo'lib ton berdi. Yuzimiz namlangan holatda turibdi. Kollagen kirgani uchun bizning yuzimizga endi umuman ajin ham tushmaydi, dog'lar ham tushmaydi. Zo'r.